Bizning bu galgi mehmonimiz Surxon klubi himoyachisi Behruz Karimov bo'ladi. Fabokani oroldiga chaqirib, sanda bosim yo'q. Biz seni kuzatganmiz. Sen o'zingni ko'rsatishing shart emas. Kelding, tajriba to'plab, katta futbolchilar bor tanishib, shunchaki zavq olib ketdilar. Siz o'zingizni 2026-yilgi jahon chempionatida ko'ryapsizmi? Biz 5 tali o'ynaganda qanotlarda sal mas'uliyat kamayadi. Chunki qo'rqmasdan oldiga chiqamiz. Orqada odam qolgan, bilamiz biz o'yinga chiqib ketamiz-da. Tasavvur qiling, raqib hujumchisini to'xtatish uchun so'nggi faol qilishingizga to'g'ri kelyapti. Ikkilanmasdan buni amalga oshirasizmi? Abduqodir Husanovga o'xshash orzu qilaman. Bu menga hech qanaqa bosim bermaydi. Nabarot. Odamlar menga ishonyaptimi? Men ularning ishonchini oqlash uchun 2 barobar trenirovka qilaman. Ro'yxat shakllantirayotganda ko'pchilik o'zini oladi-da. Bu mas'uliyatni yukka olish xohlamaydi. Bu safar ham shunaqa bo'ldimi yoki hamma tepishga tayyormidi? Dadam telefon qildilar, dadamning telefonlarini ko'tarmayman. Qo'rqqanimdan yozib yubordim-da. Men hali bu penaltini ura olmadim, lekin men hali bu O'zbekiston uchun xudo xolasa men bu xatoimni to'g'rilayman. Xudo xolasa yaxshi o'yinlar bo'ladi bundan oldin, muhim o'yinlar bo'ladi. O'sha o'yinlarda o'zimni ko'rsatib, xatoimni yuvaman deb dadamga tushuntirdim. Assalomu alaykum Qobiljonov YouTube kanali kuzatuvchilari. Top podkast navbatdagi son va bizning bu galgi mehmonimiz Surxon klubi himoyachisi Behruz Karimov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni studiyada ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Behruz Karimov bilsanglar agar Surxon jamoasida qanot himoyasida o'ynadi va ko'p joyda chiqdi. O'sha 1 yilda o'rinbosarlardan chiqib milliy terma jamoa darajasiga chiqqan futbolchi deb PFL ham statistika o'sha rasm tayyorlagandi. Shuni ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Xush kelibsiz yana bir bor. Behruz, birinchi shu yangi mavsumga tayyorgarlik qanaqa kechdi? Shu haqida gaplashamiz. Antaliyada bo'lib qaytdinglar. Surxon jamoasi umuman o'rtoqlik o'yinlari, murabbiy ham o'zgardi, Fevziy Davletov ketdi. Umuman tayyorgarlik qanaqa kechdi yangi mavsumga? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun juda ham xursand bo'ldim. Tayyorgarlikka keladigan bo'lsak, tayyorgarlik juda ham zo'r o'tdi. Jamoada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Trenerskiy shtabda ham bosh murabbiy ketdi. Keyinchalik yordamchi murabbiylardan Vladimirovich hamda Aleksandrovich ketdi. Darvozabonlar murabbiyi hamda fizika podgotovka trener ketdi. Ularning o'rniga bolalarga tanish bo'lgan Akmal Shorahmedov hamda Doniyor Usmonov keldi. Doniyor Usmonov bizning jamoa yosh bo'lgani uchun 2001-yil sborniyda bo'lgani uchun ko'p bolalar uchun tanish, moslashishi juda ham oson bo'ldi. Antaliyadagi sborga keladigan bo'lsak, o'yinlar juda ham yaxshi o'tdi, yaxshi tayyorgarliklar olib bordik. Yangi o'yinchilarni oldik, legionerlardan safga qo'shdik. Men o'ylashimcha juda ham yaxshi natija bo'ldi. Xudo xolasa endi chempionatni shu tempda davom ettiramiz. Xudo xolasa Surxon muxlislarini xursand qilib, yaxshi natija qayd etamiz. O'sha siz bu yig'inda boshida milliy terma jamoa bilan bo'ldingiz va keyin yana Surxon jamoasi lageriga kelib qo'shildingiz. Orada baribir o'sha milliy terma jamoa libosini kiyishga muvaffaq bo'ldingiz-da. Shu terma jamoa yig'ini haqida ham gapirib bering. Qanaqa kechdi? Birinchi marta bordingiz? Bu men uchun kutilmagan bo'ldi. Menga aytishdi, shunaqa seni chaqirishdi deb. Bu narsa juda ham xursand bo'ldim. Bordim. Birinchi kun borganimda Fabokani oroldiga chaqirib, sanda bosim yo'q. Biz seni kuzatganmiz. Sen o'zingni ko'rsatishing shart emas. Kelding, tajriba to'plab, katta futbolchilar bor tanishib, shunchaki zavq olib ketdilar. Xo'p deb o'yinlarda o'ynatdilar. Yetarlicha vaqt berildi. Men o'ylaymanki, o'zimni yaxshi taraflarimni ko'rsata oldim. Xudo xolasa o'zimni Superliga o'yinlarida ham yaxshi ko'rsatib, albatta men isbotlashim kerak, bekorga chaqirilmaganimni. O'sha statistikani ko'radigan bo'lsak ham, siz faoliyatingiz davomida milliy terma jamoada turli xil yosh toifalarda chaqilgansiz. O'sha U15 dan boshlab deyarli har bir yosh toifasida o'ynab kelgansiz. Milliy terma jamoa libosini kiyish qanchalik farqli ekan ulardan? Albatta bu o'ziga yarasha ozgina hayajon bo'ldi menda. Qolgan jamoalarga qaraganda bunda ozgina bosim bo'ldi, lekin oldimda tajribali o'yinchilar bo'lgani uchun men bu narsani tez yengib yetdim. Ular bilan yaxshi qo'shilishib, pas, yugurish, pozitsiya yopish, hammasi juda ham oson bo'ldi. Men shunchaki zavq olib o'ynadim.
Bu juda ham oson bo'ldi keyin. Mashg'ulotlarda Fabio Cannavaro umuman kelib personal ravishda siz bilan ham suhbatlar o'tkazdimi? Yo'q, asosan faqat jamoaviy gaplashdi. Lekin o'ziga kerakli gaplar bo'lsa, personalniy gaplar bo'lsa, oldiga chaqirib gaplashib, qolgan paytlarda faqat jamoaviy gaplar bo'ldi. Umuman endi bu murabbiy haqida fikrlaringiz qanaqa? Misol bilamiz, Cannavaro ancha mashhur futbolchi sifatida ham oltin to'p yutgan himoyachilardan. Fabio Cannavaro yaxshi murabbiy ekan, men ko'rdim. Hamda gap so'zlar bo'ldi sborniyda. Haqiqatan yaxshi murabbiy ekan, farqli ravishda. Lekin xudo xolasa yaxshi natija bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi raqobat qila oladi jahon chempionatida ham. Hozirgi tayyorgarliklar bo'ladi. Albatta hamma o'zini ko'rsatishga harakat qiladi unga. Siz o'zingizni 2026-yilgi jahon chempionatida ko'ryapsizmi? Xudo xolasa harakat qilaman, avvalambor Xudodan. Superliga o'yinlarida xudo xolasa yaxshi o'ynab, o'zimni ko'rsatishga harakat qilaman. Men o'ylaymanki, chunki travma olmasdan o'zimni har bir o'yinda yaxshi ko'rsatsam, yosh muhim emas, chaqirilaman. Aynan shuni aytmoqchimda, ba'zilar milliy terma jamoaga chaqirilish uchun tajribali futbolchi bo'lishi kerak, yetilib kelish kerak deydi. Lekin o'sha Fabio Cannavaro ham yaqindagi o'sha yig'indan keyingi intervyusida aytdi, agar futbolchi 17-18 yosh bo'lsa-yu milliy terma jamoaga tayyor bo'lsa, uni nima qilamiz? U19, U23 da o'ynatib, darhol terma jamoaga chaqiramiz, unga imkoniyat beramiz dedi. Siz shu fikrlarga qanaqa qaraysiz? Qo'shilaman albatta. Chunki hozir harakat, har bir o'yinda harakat qilib o'ynasa, u o'zi keladigan narsa opit. Menga shunaqa o'rgatishgan. Men o'ylaymanki, xudo xolasa atrofimizda o'sha opitli o'yinchilar bo'lsa, bu juda ham oson bo'ladi. Chunki men o'zim o'ynadim o'sha milliy jamoada. Ikrom Aliboyev, Doston Tursunov, Jasur Jaloliddinov, asosan bitta Qumondoq Ro'ziyev, bular bilan bitta jamoada o'ynadim. Ular yetarlicha gaplar gapirib, o'yin ichida podskaskalar qilib, juda yaxshi bo'ldi menga. Juda ham oson bo'ldi. Katta tajriba bo'ldi. Albatta. Va o'sha milliy terma jamoada qaraydigan bo'lsak, har bir pozitsiyada raqobat juda kuchli. Lekin o'sha qanot himoyasi, ya'ni o'ng qanotda biroz boshqa pozitsiyalarga qaraganda raqobat sustroqdi. Hojiakbar Alijonov baribir agar sog' bo'lib tursa 100% asosiy tarkibda tushadigan darajada hozir terma jamoada. Umuman raqobat haqida nima deysiz? Raqobat haqida men o'ylashimcha Zafar Murod Abdurahmonov, Said Azamat Mirsaidov, Dilshod Saidov bular juda ham yaxshi, bular bilan raqobat qilish qiyin. Lekin albatta Superligada hammamiz o'zimizni ko'rsatishimiz kerak. Men o'ylashimcha bu hammasi Superligadagi o'yinlarga bog'liq deb o'ylayman. Behruz, keling endi milliy terma jamoa mavzusida menimcha yetarlicha savollar berdim. Sababi qisqa bo'ldi yig'in. Endi xudo xolasa bundan keyingi yig'inlarda ham chaqirilasiz degan umiddamiz. Kutib qolamiz sizni. Futbolga kirib kelishingizdan boshlaymiz unda. Futbolga kirib kelishim 6 yoshimda futbolni boshlaganman. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida. Birinchi murabbiyim Mamatov Shodmonxon. Ular qo'llarida 7 yil yetarlicha futbolni sir-asrorlarini o'rgandim. Bu juda ham esda qolarli bo'lgan men uchun. Kerak bo'lsa urganlar, kerak bo'lsa so'kkanlar, mard qilib tarbiyalaganlar desam bo'ladi. Chunki haligacha eslayman, hozirgacha gaplashib turaman. Qaysi komandaga o'tyapman, har bir o'yindan oldin maslahatlarni olib, har bir o'yindan keyin gaplashib, maslahatlarni olib turaman-da. Keyinchalik 7 yoshimda Namangan futbol akademiyasiga o'tganman. 7-sinfimda Namangan futbol akademiyasiga o'tdim. U yerda birinchi murabbiylarim u yoqda Rahimjon Bozorov, O'tkirbek Ergashev, Muslim Saidboyev bo'lgan. Ularning qo'llarida 4 ta musobaqada qatnashganmiz. O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi. 2 marta chempion bo'lib, 2 marta 3-o'rin olganmiz. Bu narsalar ham juda esda qolarli bo'lgan men uchun. Chunki u yoqdagi do'stlar, u yoqdagi hamma teng bo'ladi baribir. U yoqdagi raqobatlar juda ham esda qolarli. Bu narsadan faqatgina maza qilib o'ynab, nima desa bo'ladi? Hech qanaqa pul berilmaydi. Faqatgina zavq olib o'ynalardi-da. Keyinchalik ba'zi bir sabablarga ko'ra ular boshqa sinf trenerga almashishdi. Keyinchalik Hasan Rizayev hamda Temur Sultonov bo'lishdi trenerimiz. Ular bilan oz muddat ishladik. Bitta musobaqada qatnashib chempionlikni oldik. Keyinchalik men majbur bo'ldim.
Navbahorda o'zim ko'rmadim. Navbahorda men qiynalaman deb o'yladimda, Toshkentga Odil juniorga o'tishga qaror qildim. Katta futbolga o'sha yerga tayyorlanishga qaror qildim. Keyinchalik keldim Odil juniorga. Murabbiylarim Zaynab Tojiyev hamda Jahongir Usmonov edi 2007-yillarda. Ular bilan oldinroq ham shu zbornilarda ishlaganim uchun yaxshi qo'shilib ketdim. Bolalar hammasi bilan zbornida o'ynaganim uchun zo'r qo'shilib. Keyinchalik Odil Ahmedov bilan gaplashdim. Odil Ahmedov, senga ishonaman. Seni katta jamoasida o'ynataman. Chunki undan keyin Olimpiya birinchi ligasi bo'ldi. Shu jamoada o'ynataman. Harakat qilib o'ynasang bo'ldi. Senda hech qanaqa bosim bo'lmaydi. Senga yetarlicha vaqt beriladi, deyildi. Gaplashildi. Menga yetarlicha motivatsiya berildi. Men ruhlanib trenirovkalarda yaxshiroq harakat qildim. Keyinchalik Olimpiya birinchi ligasi ochildi. Murabbiylar Shavkat Mullajonov hamda Doniyor Usmonov bo'lishdi. Bu musobaqada asosan 2006-2007-yilda Odil junior tarbiyalanuvchilari bo'lgan. Yaxshi qatnashilgan musobaqada. Shu Olimpiyadan keyin, Olimpiya birinchi ligada o'ynaganimdan keyin U17 bosh murabbiy Jamoliddin Rahmatullayev o'shalarni nazarlariga tushganman-da. Sobir Usmonxo'jayev hamda Anvar Rahimov edi murabbiylar o'shanda. Birinchi o'yinni eslayman, Navbahor bilan o'ynaganmiz O'zbekiston Kubogiga. Mag'lubiyat bo'lgan. O'sha o'yinda kelishgan ular. Kelishganda o'yinni ko'rishgan. O'yinda o'zimni yetarlicha ko'rsatganman, yaxshi o'ynaganman. Endi baribir birinchi o'yinim bo'lgani uchun hayajon bo'lgan. Tajribali futbolchilarga qarshi bo'lyapti. Lekin Odil Ahmedov bizga aytishgandi, bular tajribali. Sizlar lekin zavq olib o'ynanglar, shunchaki bulardan o'rganinglar. O'ynaydi shekilli. Kubok o'yini. Zavq olib o'ynanglar degan. Xo'p deb chiqqanmiz. Yaxshi o'yin bo'lgan. Olimpiya zaxiralar kolleji maydonda bo'lgan. Yaxshi o'yin bo'lgan. Haligacha eslayman, esda qolarli bo'lgan. Keyin o'sha o'yin tugagach, kechqurun Shavkat Mullajonov menga telefon qilib, hozir zborniga borgan, seni chaqirishdi deyishgan. Borganman, keyin o'sha yerda qo'shilib ketganman U17 jamoasiga 2006-yildagi. U17 bilan hattoki o'sha jahon chempionatida ham ishtirok etdingiz. Deyarli har o'yinda maydonda harakat qildingiz. 90 daqiqa bo'lmasa ham zaxiradan tushdingiz o'yinlarda ishtirok etdingiz. Deyarli barchasida eng ko'p daqiqa o'ynaganingiz, adashmayotgansam Ispaniyaga qarshi o'ynadi. 54 daqiqa. 54 daqiqa. Shunaqa. Umuman u jahon chempionatida qanaqa xotiralar qoldi sizda? U jahon chempionatida men o'rgandim, jamoa bo'lish o'rgandim. Chunki birinchi o'yindan keyin Maliga qarshi o'yindan keyin biz 3-0 mag'lubiyat bo'ldik. Bizga ishonch ancha pasaygandi o'shanda. Lekin biz yig'ib trenerlar biz vatan uchun o'ynaymiz. Bu hammalarni yuzinglar, o'qituvchilar sizlarni kuzatyapti deb gapirishdi va keyingi o'yinda chiqdik Kanadaga 3-0. Ispaniya bilan 2-0 yutqazyapmiz. Yutqazsak уже chiqolmasligimiz mumkin gruppadan, chiqmasdik ham. Keyinchalik xarakter ko'rsatib 2-2 qilib necha o'ynadik. Keyingi o'yin Angliya bilan Angliyani yutdik. Bu juda ham zo'r bo'lgandi. Keyinchalik Fransiyada bir qadam qolgandi. Tarixi yangilashimizga 1-0 ga mag'lubiyatga uchraganmiz. Lekin bu narsa, bu onlarni almashmasam kerak, chunki juda ham zo'r bo'ldi. Yosh toifalarda ham musobaqalarda, xalqaro musobaqalarda ishtirok etayotganda, boya aytganingizdek, vatan uchun o'ynashimiz kerak, uyda seni ota-onang ko'rib turibdi. O'shaqa narsalar sizlarda yosh toifalarda ortiqcha bosim olib kelmaydimi? Yo'q, bu nabarot bizga motivatsiya, chunki bilamiz, uydagilar kuzatib turishibdi. Aytmoqchi bo'lganim, bu narsalarni aytmasa ham o'zi his qilasizlar. Qaytanga yana aytib, eslatib sizlarga ortiqcha bosim yuklamaydimi? Yo'q. Shu paytgacha bilinmagan. Aksincha bu gaplar faqat yurakka yetib boradi. Bo'ldi. His qilib turamiz. Maydonga chiqamiz. Konsentratsiya o'yinga qaratamiz. Bosh sovuqqon, yurak qaynagan. Shunaqa holatda davom ettirib, Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishganmiz. Nimaga aynan qanot himoyachisi bo'lishni tanlagansiz? Oldinroq o'zi markaziy himoyachi bo'lganman Namangan futbol akademiyasida. Birinchi Odil junior kelganimda Zaynab Tojiyev 3 tali zashni o'ynatganlar. Keyin o'ngroqda o'ynaganman. Yaxshi o'ynaganman, yoqqanman ularga. Keyinchalik o'ngroq zashni qo'yganlar. 2007-yil zbornilarda ham shundan keyin faqat o'ngroq zashni bo'lganman. Hozirda lekin pastlikda qiynalaman, o'sha markaziy himoyada qiynalaman. Lekin o'ng qanot himoya, o'ng qanot winger men uchun juda ham qulay. O'sha o'yinlaringizni ko'rganda ham shu narsaga guvoh bo'ldim. 3 talik bo'lsa, agar siz o'zingizni erkin his qilib maza qilib o'ynaysiz ekanda, qanotda ham winger bo'la olasiz, ham misol lateral bo'lib ham o'ynaverasiz. Ustunligingiz ham o'sha hujumga qo'shilishda-da. Himoyalanishda baribir ozgina
hujumga qo'shilishdan ko'ra himoyalanishda sustroqsiz. Biz 5 tali o'ynaganda qanotlarda sal mas'uliyat kamayadi. Chunki qo'rqmasdan oldiga chiqamiz, orqada odam qolgan, bilamiz biz o'yinga chiqib ketamizda. Shunchaki bilamiz orqamizda odam bor. Qaytishga ulguramiz ular kontrataga chiqsa. Shuning uchun men xotirjam, qo'rqmasdan chiqib ketaman. Agar 4 tali bo'lganda men qo'rqaman chiqishga tepaga. Chunki kontrataga bo'lsa uspet qilmasamchi degan xayol bo'ladi. Shuning uchun sal charchoq ham bo'ladimi 4 tali o'ynaganimizda, lekin 5 tali juda ham qulay. Odil Junior akademiyasi ilk qaldirg'ochlar sekin-sekin milliy terma jamoaga chaqirilyapti. Sizlar ham o'sha birinchilardansizlar. Sizlardan oldin bitta bormidi? 2006-yilda. 2006lar bor edi, sizlar. Laz Mirzayevlar. Namangan futbol akademiyasidan kelyapsiz, xususiy baribir Odil Junior. Farqlar nimada edi va Odil Juniorning ustunlik taraflari? Chunki hozirgi kunda ham ko'pchilik bizga o'sha videolarda tagiga izohlarga yozadi, bolam bor, bu akademiyaga bormoqchiman, qanday bog'lansak bo'ladi, unaqa deb. Namangan futbol akademiyasida o'ylaymanki, menimcha raqobat unchalik katta emas. Yoshlar futbolda yaxshi yo'qdi. Odil Juniorda unaqa emas. Odil Juniorda o'zidan katta yoshlar bilan yoki o'zidan katta chempionatlarga qo'yishadi. Masalan, U17 lar U18 chempionatda o'ynaydi. Shunaqa bir yil tepaga qo'yishgan. Sababi ertaga katta futbolga tezroq qo'shilib ketish uchun. Shu narsa uchun men Odil Junior tanlaganman. Shu narsa uchun Odil Juniorda qolishga majbur bo'lganman. Keyinchalik Olimpiya edim. Olimpiyadan keyin shu jamoa 2006-2007-yilda Olimpik dublga aylandi. U yerda murabbiylar Qahramon Muhammadjonov hamda Doniyor Usmonov edi. Bu U21 chempionatda dublda juda ham yaxshi qatnashganmiz, eslayman. Chunki birinchi o'yinda Nasafga qarshi o'ynaganmiz. Nasaf U21 ga qarshi. Kuchli juda ham Nasaf U21. Birinchi o'yinda 2-1 ga yutganmiz. Bu juda ham bizga motivatsiya bergan. Keyinchalik Neftchi bilan o'ynaganmiz. Keyinchalik ketma-ket g'alabalar bo'lgandi. Orada ozgina sustlashganmiz o'zimiz. Baribir yoshimiz rasabicha qilib sustlashganmiz. Keyin oxiriga yaqin yana ko'tarilib, keyinchalik Olimpik dubl tarqagan. Olimpik o'zi tugagan. Keyinchalik tarqashga majbur bo'lgan bo'ldi. Hammada degan variant chiqqan. Ko'p bolalar Oybek O'rmonjonov, Behruz Jumatov, Behruz Shukurullayev. Juda ham ko'p o'yinchilar. Hozir shu sizlarda pokoleniyada Behruzlar juda ko'p, Hozirgi jamoamizda ham 5 ta Behruz bor. Surxonda ham shunaqa hazillashib Yevdaki akaga ham aytayotgandim, Behruz Asqarovda ham olsanglar deb 6 ta bo'lasizlar deb. O'zimiz ham qo'rqib turdik qolmasinlar. Umuman shu jamoada 5 ta Behruz bor. Hammani Behruz deysizlarmi yo har xilmi? Yo'q, hozircha biz 3 kishini Bexa deyishadi. Behruz Shaydulov Bexa, Behruz O'ktamov Bexa, men Bexa. Keyin Behruz Shukurlayev bor, Kozik deymiz. Behruz Jumatov bor, Beto deymiz. Behruz Shukurlayev Kozik deyishimiz sababi u birinchi Paxtakor akademiyasiga borganda Kozik formasi kiyib borgan. Shunda Kozik deb nom qolib ketgan. Tushunarli. Shundan keyin siz Surxonga ko'chib o'tdingiz. Umuman Surxondagi debyutingiz, Surxondagi o'yinlaringizni eslaysizmi? Shu birinchi o'yinlaringizni. Hozir har bir jamoadagi ilk o'yiningizni eslaysiz. Menimcha Surxondagi ham aniq yodingizda. Birinchi o'yinim Turkiyada Liga Chempionlar jamoasi Srena Zvezda. Yig'indagi o'yin. O'sha o'yinda tushganman, ikkinchi taym boshidan tushganman. Unchalik yaxshi o'zimni ko'rsata olmaganman. Lekin Stanislav Petrovich menga aytgan, "Men senga ishonaman." Chunki juda ham yomon formada edim o'shanda. Chunki Olimpik dublda o'ynayotganimda yelkamda operatsiya bo'lganman, 3 oy dam olganman. Dam olib turib, yana ozgina Odil Juniorda o'sha Olimpiya zaxirlar kollejida trenirovka qilib turib, yaxshi formada kelmaganman baribir bu yoqqa. Turkiya zborga borganda Stanislav Petrovich, "Sen juda ham formada emassan, tezroq o'zingga kel, o'zingni ko'rsatishing kerak" deb menga aytganlar. Keyinchalik o'yinlarda har o'yindan o'yin o'zimni ko'rsatishga harakat qilib, har pitaniyamda ustimda turib, Stanislav Petrovich doktorlarga yetib, qaralaring meni pitaniyasiga, har trenirovkadan keyin zallarga olib kirib, formaga olib tushishga harakat qildim. Keyinchalik zborni yarmiga kelganda men o'zimni pik formamga chiqdim. O'zim formaga tushib, o'zimni yaxshi ko'rsatib, keyinchalik asosiy tarkibga tushib oldim. Asosiy tarkibda o'ynab, Daji Superligani boshida ham asosiy tarkibda boshlab, boshdagi o'yinlarda hayajon bo'ldi.
ketma-ket mag'lubiyatlar bo'ldi. Keyinchalik tarkibda rotatsiya qilishga majbur bo'ldi. Rotatsiyadan keyin juda ham kam vaqtga qoldim. O'sha hozir esimda, siz birinchi turda boshlang'ich tarkibda o'tkazdingiz, ikkinchi turda bir taym o'ynadingiz, shundan keyin ketdi, zaminda qolib ketdingiz, ba'zi o'yinlarda qaydnomaga ham kiritilmadingiz, keyin Dinamo bilan o'yinda tushdingiz. Shundan keyin yana zaxira va ikkinchi davrani o'rtalariga borib tushishni boshladingiz. Nima bo'ldi o'sha boshida sizga ishonch bildirilayotgandi, keyinchalik tushmasligingizga sabab? Ishonch bildirildi. Chunki Sunnatullo Hamidjonov edi meni raqobatchim. Chunki juda ham Sunnatullo Hamidjonov hamda Javohir Jo'rayev. U juda ham tajribali futbolchi, o'zingiz bilsangiz kerak. Ikkinchi davrada ketdi Hamidjonov. Keyinchalik rotatsiya bo'ldi bizda. Rotatsiya bo'ldi. Sunnatullo Hamidjonov yana asosiy tarkibga chiqdi. Juda ham yaxshi o'yinlar bilan ko'rsatdi. Keyinchalik ikkinchi davrada unda Andijon varianti bo'ldi. Ijaraga berildi. Keyinchalik men где-то ikkinchi, uchinchi turdan keyin yana tushdim. Tushib o'zimni yaxshi ko'rsatdim va asosiy tarkibda qoldim. Ba'zi bir o'yinlarga keyinchalik qanot winger bo'yicha tushirildim. Qanot wingerdan biz hujum qilayotganda, hujumga qo'shilishim kerak. Bizga hujum bo'layotganda o'sha 5-chi bo'lib tushishim kerak. Shu maqsadda tushirildim. Qanot wingerga chiqqandan keyin o'zimni yanada erkin his qildim. Gollar urdim. Keyinchalik hozirda ham qanot winger o'ynashim mumkin. Ba'zi trenirovkalarda qo'yishadi, ba'zi trenirovkalarda zashta. Milliy terma jamoada qaysi pozitsiyada o'ynaysiz? Chunki o'yinlar translyatsiya qilinmadi, videoga translyatsiya qilinmadi. U yerda 5 ta zashta o'ynadik. Lateral bo'lib o'ynadim u yoqda. Gol qanaqa bo'lgandi? Tasvir bera olasiz hozir? Jaloldinov jarima zarbasidan tepgandi. Qaytgan to'pni yugurib borib urdim. Shu faoliyatingiz davomida murabbiyingizdan eshitgan eng qattiq tanqid nima bo'lgan? Tanbeh. Menimcha unaqasini eslolmayman. Doim o'sha murabbiylar xohlagan o'yinni ko'rsatganmiz. Yo'q, shunday o'yinlar bo'lgan. O'yna olmagan o'yinlar bo'lgan, lekin murabbiylar unchalik qattiq so'kishmagan. Eng katta so'kadigan odam meni dadam bo'ladilar. Har bir o'yindan keyin dadam bilan o'yinni analiz qilamiz. Menimcha trenerlarnikiga eslolmayman, faqat dadamnikini eslayman. Aynan qaysi o'yindan keyin ko'p eshitgansiz dadangizdan Tanbeh, misol? O'tgan yili Agemga U21 ga qarshi o'yindan keyin juda ham yomon o'ynagandim. O'sha o'yindan keyin даже 3-4 kun gaplashmadilar. Eslayman hozirgacha. Deyarli har bir o'yiningizni kuzatar ekanda U21 mi asosiy jamoami? Har bir o'yinimni Toshkentda bo'lgan o'yinlarga keladilar, Namanganda bo'lsalar ham, Vodiyda bo'lgan, endi Surxondaryo, Qashqadaryo yoqqa bormaydilar voqaga. Lekin poytaxt bo'lsa o'yinlarimga keladilar. Maydonda kuzatishga harakat qiladilar. Men Surxon jamoasini bilamiz. O'tgan mavsum Termizga qaytdi, lekin mashg'ulotlarni Toshkentda olib boryapti. Bu sizlarga qanaqadir qiyinchilik tug'dirmaydi? O'yinga Surxondaryoga boryapsizlar, mashg'ulotlar bu yoqda o'yin tugashiga adashmasam qaytib kelasizlar doim. Yo'q, bu biz uchun juda ham qulay. Chunki jamoaning yarmidan ko'pi toshkentlik. Trenirovka payt bo'ladi. O'yindan bir kun oldin samolyotda uchib boramiz. O'yindan передигровой o'yin. O'yindan keyin yana qaytib samolyotda kelamiz va bir kun dam olamiz. Keyin yana boshlaymiz. Chunki biz Toshkentda bo'lsak, bu biz uchun markaz. Vodiy, voha. Juda ham qulay hisoblanadi. O'yinlarga borish. Umuman o'sha zamonaviy futbolda siz qanot futbolchisiz, qaysi futbolchi siz uchun kumir deydimi, nima deydi? Shunaqa kumir. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimini men uchun to'p bilan emas, aniqrog'i uni подключение to'psiz hamda to'p bilan ham gapirsa bo'ladi. U har taraflama ideal hozirgi paytda, hozir jarohatda bo'lsa ham. Keyinchalik Trent Alexander-Arnold. Arnold bu faqat to'p bilan hisoblayman uni. U to'psiz juda ham sust. Shuning uchun u faqat to'p bilan menga yoqadi. Paslari, krosslari. O'zi Real Madrid ham adashmasam faqat shu pas uchun oldi, yaqinda bitta pas berdi, lekin himoyada o'zim Realda o'yinni ko'p ko'raman deb, himoyada shu tushmasin deb turaman-da, chunki ancha qiynalib qoladi himoyada. Tasavvur qiling, raqib hujumchisini to'xtatish uchun so'nggi foul qilishingizga to'g'ri kelyapti. Ikkilanmasdan buni amalga oshirasizmi? Men shotga qarayman. Hisobga qarayman. Vaqtga qarayman. O'yinni boshida bo'lsa yo'q. Даже 60-70 minutlarda bo'lsa ham yo'q. 60-70 minutlarda bo'lsa ham yo'q. Yutyapmiz yoki bizga durang kerak. Men 80-chi, o'sha 85-minutlar bo'lsa majbur bo'laman.
Gol urishmi yoki xavfli vaziyatda jamoani goldan saqlab qolish? Goldan saqlab qolish. Qaysi Xavfli biri vaziyatda. gol urish emas? Yo'q, xavfli vaziyatda goldan qutqarib qolish. Baribir sizda o'sha последний защитnilarniqilar qolib ketgan ekanda. Chunki baribir qanot himoyachilari ham o'sha qanot vingerlarga yaqinroq xarakter bo'ladi. Ular ham assist qilishni yo bo'lmasam gol urishni ko'proq xohlaydi-da. Endi sof markaziy himoyachi bo'lsa, u 100% goldan saqlab qolishni tanlaydi. Yo'q, men goldan saqlab qolishni xohlayman, chunki bu gol o'tkazmasak bu yaxshi, chunki men himoyachiman. Men birinchi orqani nolga ushlashim kerak. Gol asosan hujumchilarning vazifasi. Maydonda sizni eng ko'p nima g'azablantiradi? Vaqt cho'zish. Agar uchayotgan bo'lsak, bu narsa g'azablantirmaydi. Tutqazayotganda raqib vaqt cho'zsa, shunda jahli chiqadi. Shu kungacha siz qarshi o'ynagan eng kuchli futbolchi kim Superligada? Qiynalgansiz, ya'ni unga qarshi o'yinlarda. Anvar Hojimirzayev bor, Dinamoga qarshi o'yinda. Eslayman, birinchi krugda kubokda eslayman. Anvar Hojimirzayev bor. Hamda yana kim bor? Endi hozir O'zbekiston Superligasini o'zingiz bilasiz. Chap qanot lateral vingerlar juda ham kuchli har bir jamoada. Menimcha har bir o'yin qiyin bo'ladi, lekin Anvar Hojimirzayev deb o'ylayman. Eng ko'p Dinamoda Anvar Hojimirzayev. Yana bir futbolchi bor, Paxtakorda Bashar. U ham texnikasi yaxshi, dribling qila oladi. Agar vaqtni orqaga qaytarish imkoni bo'lsa-da, qaysi o'yinni qaytadan o'ynashni xohlardingiz? Men o'ylashimcha, U17 jahon chempionatidagi Angliya bilan o'yin. Angliya bilan yoki Fransiya? Fransiya. Angliyani yutganda o'zi qaytadan o'ynamaylik. Shu. Ikkinchisi qiyin bo'ladi. Fransiya. Birinchi maoshingizga nima sotib olgansiz? Birinchi maoshimni dadamga berganman. 1 million so'm olganimda. Olimpiyada o'ynaganimda maosh emas, prema bo'lgan. Biz kubokka chiqish o'yinida o'ynaganimizda bizga ikkita o'yin yutsanglar 1 milliondan prema beramiz deyshgan. O'sha o'yinni yutganmiz, ikkita o'yinda ham kubokka chiqamiz, 1 million prema berilgan menga. Shu dadamga berganman. Hozirgi kundagi yosh futbolchilarda qanday xislatlar bo'lishi kerak deb hisoblaysiz? Yosh xislat? Yosh futbolchilarda qanday xislatlar? Ya'ni o'sha top darajaga chiqish uchun. Shu murabbiyni hurmat qilish birinchi navbatda, tartib-intizom va mashg'ulotlarda bor kuchi bilan harakat qilish. Trener aytgan ko'rsatmalar bo'yicha. O'zingiz ham o'qiyotgan bo'lsangiz kerak, ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda sizni Behruz Kanifni ikkinchi Abduqodir Husanov bo'ladi deb yozishyapti-da. Ya'ni o'sha tez kunlarda xorijga yo'l olishi mumkin, ko'rsatayotgan o'yini umuman har taraflama yosh iqtidor deyilyapti. Bu narsa sizga qanchalik kuch beryapti yoki qanchalik bosim? Yo'q, bu narsa men doim havas qilib kelganman Abduqodir Husanovga. Chunki har bir o'yinni kuzataman. Buni tezligi, korpuslari, hozirda pas o'ynashlari ham Cityga borgandan keyin juda ham yaxshi bo'lgan. Men har bir o'yinni ko'rib kuzataman. Menda unchalik korpusi yaxshi emas. Men unchalik korpusda yaxshi o'yna olmayman. Lekin tezligi, patkatlari menga juda ham yoqadi. Abduqodir Husanovga o'xshashni orzu qilaman. Bu menga hech qanaqa bosim bermaydi. Nabarot, odamlar menga ishonyaptimi? Men ularning ishonchini oqlash uchun 2 barobar trenirovka qilaman. O'xshashga harakat qilaman. 2026-yilgi mavsumda jamoalar ancha kuchayyapti. Qaraydigan bo'lsak, Vodiyda 3 ta jamoa chempionlik uchun talashmoqchi. Paxtakor yana avvalgidaqa kuchaydi. Biz Surxonda ham oxirgi yillarda shu yildan yilga kuchayib kelayotganini ko'rayotgandik. O'tgan mavsum biroz sustroq harakat qildi. O'sha turnir jadvalida ham o'rnini ko'radigan bo'lsak, o'rtaroqda bo'ldi-da. Aynan o'tgan mavsum Surxon yanada qo'shsa kerak deb o'ylagandik. Bu yil qanchalik shu raqobatga tayyor jamoa? Bu yil o'ylashimcha hozir ham Turkiya zborda ham o'ynadik. Har bir jamoaga yetarlicha raqobat ko'rsatib qiyinchilik tug'dira oladi deb o'ylayman. Kerak bo'lsa Paxtakor, Neftchi, Navbahor har biriga qiyinchilik tug'diradi deb o'ylayman. Lekin aynan yutamiz deya olmayman, lekin yutishga harakat qilamiz. Kerak bo'lsa durang uchun o'ynaymiz. Lekin qiyinchilik ko'rsatib sof futbol ko'rsatamiz. Sof futbol deganingiz to'g'ri. Surxon futbol o'ynaydigan jamoa. Surxonni tanlashingizda bu ham qaysidir ma'noda faktor bo'lganmi? Ya'ni futbol o'ynaydigan jamoaga borishingiz. Chunki men agentim bilan gaplashganimda senga Surxon variantini ko'rsataman.
san o'sha yerga borasan, futbol o'ynaydi, ham jamoa nisbatan yosh, tez qo'shilib ketasan deb menga ko'rsatishganda men borganman. Haqiqatdan ham shunaqa edi. Turkiya zboriga borganda jamoa juda ham yosh, yaxshi kutib olishgan. Bemalol asosan 2001, 2002-yildan tuzilgan jamoa bo'lgani uchun aka-ukadek bo'lib ketganmiz. Boshqa jamoalarga o'xshagan, starik, unaqa narsalar yo'q bizda. Poliyada ham shunaqa bir-birimizni paddeshga qarab, biz maladoylarga ular paddeshga berib o'ynagan hech narsa qilmaydi. Yoki boshqa jamoani stariklari bizni so'ksa, borib akajon, bo'ldi boshqa qilmaydi deb turib, даже biz uchun turib berishadi. Shuning uchun ham men Surxon tanlaganimdan afsuslanmayman. O'sha boya eslab o'tdik, Superligada o'tgan yili boshida 2 ta o'yinda o'ynagansiz, keyinchalik zaxirada qolib ketgansiz. Nima bo'ldiki, Behruz Karimov yana asosiy tarkib o'yinchisiga aylandi? Qaysi nuqtada o'zgarish bo'ldi? Avvalambor Sunnatulloh Hamidjonov ketdi, raqobatchim. Keyinchalik Javohir Jo'rayevga ishonch bildirildi. Javohir Jo'rayev o'ynadi. Keyinchalik meni qo'yishdi, Qo'qon bilan o'ynadi. Men o'zimni yaxshi ko'rsata oldim. Keyinchalik keyingi o'yin Nasaf bilan edi. U o'yinda ham yaxshi o'ynadim. Keyin bizda chap qanot himoyachi travma oldi. Chap qanot himoyachi travma oldida. O'ng qanot vingeri bizda chapaqay bo'lgani uchun chapkira Zashni qo'ydi Sunnatulloh Poyonov. Chap qanotda yaxshi o'ynadi. Keyin o'ng kiraga Javohir Jo'rayev qo'yildi. Men tepaga chiqdim. Bitta o'yinda shunaqa o'ynab ko'rdik, Sog'jonaga qarshi. Men juda ham yaxshi o'ynadim. Shuning uchun Andijon bilan o'yinda, Neftchi bilan o'yinda qo'yishga majbur bo'lishdi. O'ynadim, Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Va dublga erishdingiz? Ha, dublga erishdim. Juda ham zo'r bo'lgandi. Hozirgacha eslayman. Juda ham zo'r bo'ladi. Gollaringizni ko'radigan bo'lsak, zarba juda ham kuchli. Buni ustida alohida ishlaysizmi? Yoshligimda juda ham ko'p ishlardim bu narsaga. Chunki Namangan futbol akademiyasida ayniqsa o'zimdan 1 yosh katta sinfda o'qiganim uchun Namangan akademiyada 7-sinfgacha abetdan keyin o'qiydi. 7-sinfdan kattalar abetda o'qiydi. Abetgacha o'qiydi. Men aynan 7-sinfda borganim uchun ertalab 6-sinflar bilan trenirovka qilardim o'zimning yonimdagilar bilan. Keyinchalik ular abetdan keyin trenirovka chiqqanda bizda maktab bo'lmasdi. Men chiqib faqat skorost udar shunga ishlardim, kuchga ishlardim. Shu narsa menga hozirgacha yordam beradi deb o'ylayman. Siz o'sha Namanganda boshlagansiz va Toshkentga kelib shug'ullanishni boshladingiz, mashg'ulotlar olib borishdi va hozir Superliga jamoasida o'ynayapsiz, asosiy tarkibda 18 yoshda. Sizni yoshingizdagi ko'pchiliklar aytadi, asosiy iqtidorlar biz mana qishloqlarda yotibdi, biz unaqa Superliga jamoalarigacha borish imkoni yo'q deb o'ylaydi-da. Umuman sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan va ularni qanday yengib o'tgansiz, shuni aytib bering. Misol yo'li bordir, o'sha yerlardan kelib Namanganni Kosonsoy rayonidan Superliga hozir Termizda o'ynayapsiz-da. Misol qancha qayerdan qayerga borib. Buning uchun hammasi Allohdan, lekin harakat qilsak, o'zimiz yo'limizni ko'rsatadi. Men ham boshida 5-sinfimgacha shunchaki mazaga futbol o'ynab yurganman. Keyinchalik dadam aytganlar menga, o'zi dadam quruvchi bo'lganlar, oddiy ishchi. O'g'lim, sen futbolist bo'lishing kerak, biz orzularimizni ushlatishing kerak deganlardan keyin meni miyamga qo'nganki, men futbolchi bo'lish. O'shandan keyin futbolchi bo'lishim kerak deb harakat qilish boshlaganman. Namangan futbol akademiyasiga keldim. Nabog'or 19 bilan Tavarska o'yin o'ynadik. U yoqqa men olinmadim. Men siqildim. Men futbolist bo'la olmasligim mumkinmi deb siqildimda, keyin meni Odil Junior taklifi bo'ldi. Shuning uchun ham Odil Juniorga keldim deb o'ylayman. Bu yoqda imkoniyatlar juda baland edi. Chunki Namangan futbol akademiyadagi yaxshi o'yinlarim bilan Odil Junior trenerlari Zaynur Tojiyev, Qahramon Muhammadjonov, Jahongir Usmonov shularga yoqqandimda o'yinim taraflama. Ular taklif qilishdi. Men keldim. Bu yoqda ham o'zimni yaxshi ko'rsatib, mana shu katta futbolga qadam qo'ydim. Men o'ylaymanki, Odil Junior bu katta futbolga yetkazib berish bo'yicha Paxtakor, Odil Juniorlar juda ham yaxshi akademiya deb o'ylayman. 2026-yil boshida U23 terma jamoamiz bilan Osiyo Kubogida ishtirok etdinglar va oxirgi o'yin shu Xitoyga qarshi bahsda penaltilar seriyasida mag'lub bo'lib ortga qaytdik. Umuman shu musobaqa haqida ham gaplashaylik. Biz Osiyo chempionatigacha bitta o'rtoqlik o'yin o'ynadik. 5 talik Zashta bilan o'ynadik. Unchalik yaxshi o'yna olmadik hamanda. Lekin ungacha 5 talik Zashtaga tayyorlanib kelyotgandik. Keyinchalik ikkinchi o'yin Qatar bilan o'ldi, o'rtoqlik o'yini. Unda 4 talik qo'ydilar. Juda ham komanda yaxshi o'ynadi. Ham himoyada, ham hujumda qanot himoyachilar hujumga yaxshi qo'shilib juda ham zo'r o'ynadik. Keyin Osiyo chempionatida boshladik biz.
4ta himoya bilan boshladik. Livan ustidan 3-0 yutayotgan paytimizda keyinchalik Ravshan Haydarov 5ta rezashtaga o'tdilar. 5ta rezashtaga o'tgandan keyin shot 3-2 qaltis hisob kelib qoldi. O'yin tugadi. Keyingi o'yindan bunaqa qilmaymiz. Biz 4talikda yaxshi o'ynarkanmiz deb turib, 4talikda o'ynashni boshladik. 4talik o'ynaganimizda Eron bilan o'ynadik keyingi o'yin. Eron bilan o'yin juda ham qiyin bo'ldi. Eron juda ham yaxshi jamoa edi. Gruppadan chiqa olmadi, chunki har bir o'yin finalga teng edi gruppada ham. Eron juda ham kuchli. Menimcha eng qiynalgan o'yinimiz Eron bilan bo'ldi deb o'ylayman. Eron bilan durang o'ynadik, keyin Koreya bilan 2-0 ga yutdik. Keyin Xitoy bilan o'ynadik. 120 daqiqa o'yinni kontrol qildik. Xitoy penaltilar seriyasiga olib borishga harakat qildi. Penaltilar seriyasiga bordik. Birinchi udar Sardor Bahronov urdi, keyin Saidumar Saidnurullayev, uchinchisiga men chiqdim, ura olmadim. Shunda ura olmaganimni bilaman. Xayolimga birinchi Eron bilan o'yin keldi. Keyin xayolimda Asilbek Jumayev, Ravshan Xayrullayev, Sardor Bahromov, Saidumar Saidnurullayev, mana shu jonni bergan hamma bolalar boshimda aylanyapti, endi nima qildim deb. Unda ham bir dadam telefon qildi, dadamning telefonlarini ko'tarmayman, qo'rqqanimdan yozib yubordim dedi. Men hali bu penaltini ura olmadim, lekin men hali bu O'zbekiston uchun xudo xolasa men bu xatoyimni to'g'rilayman. Xudo xolasa yaxshi o'yinlar bo'ladi bundan oldin, muhim o'yinlar bo'ladi. O'sha o'yinlarda o'zimni ko'rsatib, xatoyimni yuvaman deb dadamga tushuntirdim. Keyinchalik 3-4 kundan keyin gaplashganda hech narsa qilmaydi, xo'p. Harakat qilgin ko'proq endi. Ustingda ishlagin, shu penaltilar bo'yicha ustingda ishlagan deb tushuntirdilar. O'sha nuqtaga yaqinlashganingizda xayolingizda nimalar o'tgandi? Nuqtaga yaqinlashyapman. Ular darvozaboni yaxshi edi. Chunki o'yin davomida ham juda ko'p seyv qiluvdi. Qo'llari uzun, men o'yladim hozir bir tarafga texnichni depsam, qo'llari uzun, olib chiqib qo'yishi mumkin. Men shunday tepiki, topsa ham, qo'llari yetib borsa ham tegib kirib ketish kerak. Chunki texnichni depsam olib chiqib qo'yishi mumkin dedim. Keyinchalik tepdim, korpusni sal teparoq qildimmi, to'p ko'tarilib ketib, perikladning tepaga tegdi. Shu joyda o'sha aytganimdek, xayolimda hamma narsa o'tdi. Keyin trenerlarim o'yindan keyin yozishdi. Mayli harakat qilgin, ustingda ishlagin deb yozishdi. Men o'yladimki, bundan oldin kattalar ura olmaganchalik menga ham tanqidlar bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin bir ikkita bo'ldi, lekin bo'lmadi desam bo'ladi. Endi u musobaqa bilan uni farqi bor edi. Bor, lekin bunaqada xato qildingiz, xudo xolasa milliy terma bu menga katta dars bo'ldi. Bu narsa menga katta dars bo'ldi. Xudo xolasa bundan keyin mas'uliyat bilan xatoyimni to'g'rilayman. Misol avvallari ham ko'rganmizda, o'sha penaltiga borganda jamoa ro'yxat shakllantirayotganda ko'pchilik o'zini oladi-da. Bu mas'uliyatni yukka olishni xohlamaydi. Bu safar ham shunaqa bo'ldimi yoki hamma tepishga tayyormidi? Yo'q, bizda hamma tepishga tayyor edi. Chunki biz trenirovkalarda mashq qildik. Hamma bolalar o'yinli. Hamma tayyor edi bu narsaga. Endi hammasi Allohdan, biz harakat qildik. Harakatimizga yarasha beradi. Men o'ylashimcha ozgina omadimiz yetmadi deb o'ylayman. Behruz Karimov aka legioner bo'lsa, faoliyatini qaysi chempionatda davom ettirishni xohlaydi? Men xohlayman Fransiya, keyinchalik Angliya. Qaysi jamoasida Angliyani? Angliyani menga Manchester United yoqadi. Angliyada Manchester United komandasi yoqadi. Chelsea yoqadi. James o'yinlari. O'yini o'xshasi. Allaqasi o'xshagan, jarohat olish o'xshagan, juda ko'p jarohat oladi. O'yinlarni shu yoshligimda ko'rib, juda ham yoqardi o'yinlar, to'p bilan muomalasi. Demak, siz o'sha to'p bilan yaxshi harakat qila oladigan qanot himoyachilarni qadrlaysiz ekanda. Masalan, Trent, James, Hakimiyda tezligi ham bor-da, udari bor, boshqasi bor. To'psiz ham u yaxshi. Bir chempionat Aziyaga chiqdi-yu, o'sha Olimpiadaga hammasini aldab yurganim. O'shandan keyin ham yoqtirib qolganman-da o'sha to'p bilan muomalalarni. Bir Olimpiada Jizzaxga qarshi o'yinda o'zimizni 16 oldidan aldab borgandim, berganim ura olmagandim. O'sha o'yindan keyin sen bilan to'p bilan muomala yaxshi ekan degandan keyin ham ularga qiziqishim ko'proq bo'lgan. O'sha asosan yoshlar bilan ishlaydigan murabbiylarni deyarli barchasi bilan ishlab chiqdingiz-da. Ravshan Haydarov bilan ishladingiz, Jamoliddin Rahmatullayev bilan, Zayniddin Tojiyev bilan. Bularni bir-biridan farqi nimada? Zayniddin Tojiyev kuchli, azartli futbolchilarni yaxshi ko'radilar. Jamoliddin Rahmatullayev ham shunaqaroq,
Faqatgina ular nima desa bo'ladi? Jamoaviy futbol, hamma ataka, hamma оборонада shunaqa futbolni xohlaydilar. Ular tez ataka qilishimizni, оборонада turib tez ataka qilishimiz hamda bizga ataka bo'layotganda har bir futbolchi mas'uliyat bilan o'z pozitsiyasiga qaytish, raslabitsa qilgan futbolchini yoqtirmaydilar. Shunaqa futbolchi yoqadi Jamoliddin Rahmatullayevga. Ravshan Haydarovga to'p bilan, asosan to'p bilan 1-2 shunaqa taktik futbol yoqadi ularga. Murakkab narsalarni so'ramaydi. Yo'q, murakkab narsa umuman so'ramaydilar. Mana endi faoliyatingizni endi boshlayapsiz-da, hali boshlang'ich qadamlarni endi tashlayapsiz. Bu yildan xudo xolasa to'liq asosiy tarkibda Surxonda o'ynaydigan bo'lsangiz, baribir har xil vaziyat bo'ladi-da. Qachondir sizni olqishlagan muxlis, qachondir tanqid qilishi ham mumkin-da. Tanqid qilganda siz uchun tanqid bu yoqilg'imi yoki to'rmiz? Men uchun tanqid hali bo'lmadi, lekin o'ylashimcha bu narsa har bir futbolchida bo'ladi. Yaqinda Asilbek Jumayev Neftchiga o'tdi, lekin unga hamma tanqid qildi, nimaga ketadi. Lekin Asilbek Jumayev bilan men o'zim bitta xonada yotaman. U Asilbek Jumayev 2-3 yildan beri Surxonda o'ynaydi. Surxonda asosiy futbolchisi. U asosiy futbolchi bo'lgandan keyin raqobat bo'lmaydi. Chunki unga raqobat bo'lmasa pasayish bo'ladi. Shuning uchun Asilbek Jumayev Neftchini tanladi. Neftchiga bordi. Kuchli futbolchilar o'shalar bilan raqobat qilib o'smoqchi u. Endi balki men ham hayotimda shunaqa bo'lishi mumkin, lekin men ham xudo xolasa Surxonni unutmasdan, Surxonga keraklicha yordam berib, xudo xolasa menda ham shunaqa variant bo'lsa, shunaqa qaror qabul qilaman. Demak, savolimga javob tanqid bo'lsa ham e'tibor bermasdan davom ettiraman. Demak, bu degani yoqilg'i. Yaxshi javob bo'ldi. Ko'plab shu rejim bilan qiynaladi. Umuman yosh emas, yosh katta bo'lgandan keyin ham qilmaydigan odam rejimni qilmay qo'yaveradi. Siz qanchalik amal qilasiz bu narsaga, rejimga? Men o'zimning rejimim 11 da uxlayman demayman. Soat 10:30, 11 larda yotaman, lekin prosta yotaman. Bugun nima qildim? O'zimni analiz qilib, bir kunligimni analiz qilib yotib o'zi zerikkanimdan uxlab qolaman. Lekin har kun ertalab soat ba'zi bir o'yinlardan 2-3 dan keyin uxlasam ham ertalab обязательно 8-7 shu payt uyg'onishga odatlanganman. Unchalik 11-12 gacha uxlamayman. 7-8 da обязательно turaman. Bu degani bu yoqda 11-11:30, uzog'i 12 ham bo'ladi, bekitmayman. O'sha o'yinlarda mag'lubiyatga uchragandan keyin ko'proq nima qilasiz? Qanday bu holatdan chiqib ketishga harakat qilasiz? Holatdan chiqib ketishim qiyin bo'ladi. Ayniqsa o'zim mani deb yutqizsa ekanman-da yoki u farqi 21 bo'ladimi? Superliga bo'ladimi? Hattoki Osiyo chempionati bo'ladimi? Juda ham uxlashga qiynalaman. Siqiladi nimagadir, siqilaman, qiynalaman-da. Do'stlaringiz futbolchilarmi yoki futboldan tashqaridami? Hamma do'stlarim futbolda, hattoki sinfdoshlarim bilan ham kam gaplashaman. Gaplashmayman desam bo'ladi. Hamma futbol ichidagi, masalan, Namangan futbol akademiyasida o'qiganman. 6-sinfgacha maktabda o'qiganman. Keyinchalik akademiya, Odil junior bo'ldi. Hammasi futbolning ichidagi do'stlarim. Hattoki yaqinda Chirchiqqa kirdim. Fizkulturniy institutga. U yoqda ham hammasi futbolga tegishli do'stlar. Yana o'sha legionerga aylanish uchun asosiy omillardan bittasi bu tilni yaxshi bilish kerak. Misol Abduqodir Husanov oladigan bo'lsak, uni hamma bildi, butun O'zbekiston bildi. Borganda ingliz tilidan qanaqa qiynalgan. Yoniga yana bitta futbolchini qo'yadigan bo'lsak, bu Abbos Fayzullayev. U Rossiyadaligida ham o'sha ispan tilini biladigan legionerlar bilan bemalol ispancha gaplashib yurdi. Ingliz tilini qanaqa darajada bilishini ham hamma biladi. Siz qanchalik tayyorgarlik ko'ryapsiz? Qanchalik bu taraflama tayyorlanyapsiz legioner bo'lishga? Men hozircha ingliz tili o'qiyapman. Hozir 1,5 oycha o'qigandim. Shu narsaga tayyorgarlik qilish uchun men agentim ingliz tili ustozi gaplashib bergan ustozim Munavvara Foziliya. 1,5 oy o'qidim. Keyinchalik mana shu Osiyo chempionatlari, Turkiya sborlari, trenirovkalar 2 mahal bo'lgani uchun menda vaqt juda ham kam bo'ldi. Men ustozim bilan gaplashdim, hozircha pauza qilib turaylik. Men hozir Superliga qaytgach bir mahalla trenirovkalar bo'ladi. Ba'zi bir o'yinlardan keyin davom bo'ladi. O'sha payt davom ettiramiz dedim. Ular rozi bo'ldilar. Hozircha 1,5 oydagi o'rgangan narsalarim 1,5 oyda esdan chiqib ketdi. Hozir endi mana boshlaymiz. Yana noldan boshlaymiz. Eslab olib boshlaymiz hozir noldan. Umuman futboldan tashqari ko'proq nimalar bilan shug'ullanasiz? Futboldan tashqari ko'proq sayohat bilan aylanaman. Masalan, Toshkentda bo'lsak,
trenirovkadan tashqari chiqib Olimpiya Zaxirlar kollejiga boraman yoki qaysidir o'yinlar bo'lsa o'yin tomoshaga boraman. Ba'zida trener majburlaydi kitob o'qishga. Stanislav Petrovich kitoblar o'qib aytib beraman. Umuman o'sha boshqa sportga ham qiziqasizmi futboldan tashqari? Shug'ullanib turasizmi? Stol tennisi. Surxondagi ko'p futbolchilar stol tennisiga qiziqadi. Bitta Farruh Qodirov degan futbolchi bor, Bunyodkordan o'tgan, Turkiyada rosa qiynadim stol tennisida. Keling, unda intervyu oxirida hozir Behruz Karimov va Ramziy terma jamoasini tuzamiz. Bu qanaqa sxemada bo'ladi? 4-3-3. Ramziy terma jamoa bu o'zbekistonlik futbolchilardan iborat terma jamoa bo'ladi. 4-3-3 ga joylashtiramiz. Katta darvozabon Vladimir Nazarov, himoyachilar Abduqodir Husanov, Husniddin Aliqulov, Hojiakbar Alijonov, chap qanotda Sherzod Nasrulloyev. Polsashniklar. Ikrom Aliboyev. Ikrom Aliboyev qo'shaman. Otabek Shukurov hamda Jamshid Iskandarov. Ikkita oporniy, bitta hujum. Ikrom Aliboyev past oporniy, ikkita Jamshid Iskandarov hamda Otabek Shukurov. Teparoqda. Xo'p, 3 ta hujumchi endi. Ikkita qanot, bitta markaziy hujum. Abbos Fayzulayev o'ng qanot, chap qanot Oston Nurunov, Eldor Shomurodov. Bu jamoat murabbiyi kim bo'ladi? Temur Kapadze. Temur Kapadze. Behruz, kattakon rahmat taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun. Hozirgi kundagi O'zbekistonda eng iqtidorli yosh futbolchilardan biri bugun studiyamizda mehmon bo'ldi. Xudo xohlasa faoliyatingizga omad tilaymiz. Nasib qilsa, legionerga aylanganingizdan keyin ham o'zi bizni kuzatuvchilar ham biladi. Asosan legionerlar bilan ham borib o'sha o'ynayotgan davlatida, klubida intervyular qilib kelamiz. Xudo xohlasa boya aytganingizdek Fransiya, Angliya Premyer Ligasi edingiz, Fransiyalarga borib intervyular qilish bizga ham nasib qilsin. Sizga esa kattakon omad tilaymiz. Rahmat katta.